Bu koreyskiy Camry 55. Koreyadan kelgan va bu mashina 2.4 gibrid motorda 2015-yilgi. Amerikanskiy emas. Mashinaning holatlari, mashinadagi jildizni bitta ko'rib qo'yasiz. Sostenlarni bir qator tashining, biz bilmaymiz ishtimasini. Aka, mashinaning svetlari ham приятный va gibridligiga va $16,200. Zo'r narxlarda, egalari nomer ekran pastda. Uzun заводской diskalar, 5 kulchovoylar bor. Elektropaket, плавающее сиденье, кожаный salon, multirul, 153 ming probeg, monitor, avtomat korobka, podogrev сиденья, 3D polilari ham bor. Mashina ichlari ham akkuratli va bu ham lyuklari ham qaralgan. Ichlarini bitta ko'ring-da, mashina yomon emas. Camry 55 kuzovi. El suygan yaxshi kuzovlardan, yumshoq kuzovlardan biri. El o'ta suyadi. Va bu 16,200 ga XL komplektatsiyada 2015 gibrid. Telefon qilib olasiz.